Qadrdonlar do'stlar, GPKamin ishlab chiqarish jarayonlari. Xudo xolasa, mana shu ukalarimiz shogirdlar bo'ladi. Maktabdan keyingi holatda ishlashyapti, haligi nima deydi? O'zlari uchun hunar o'rganyapti. GPKamin seximiz. Qadrdonlar, ish jarayonlari juda ham qiziq. Bu seximizda bir kunda 100 kvadratga yaqin GPKamin ishlab chiqaramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu hunarlarni o'rgatib ham qo'yaveramiz. O'rgatib qo'yish narxlari albatta telefon nomer qoldiramiz. Kelishtirilgan holatlarda bundan tashqari общий stanoklari bilan ham sotaveramiz. O'rgatib qo'yish stanoklari bilan birgalikda. Viber tanlovlari juda ham ko'p. Bundan tashqari ustanovka qilib beramiz. O'zbekiston 12 ta viloyati va Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston respublikalariga ustanovka xizmatlarimiz ham mavjud. Kelishtirilgan narxlarda vodiyda 1 kvadrat metrini ustanovka qilish 90 ming so'm, albatta suvoq qilingan tekislik devorga mana. O'sha oq qog'ozga mana shunday qilib chiqarishyapti. Mana shu shogirdlarimiz qo'lida ko'rmas, Alloh rozi bo'lsin. Kimga mana shunday xizmatlar, hunarlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol nomer qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidan qishlog'idan olib boryapti. Videolarimiz yoqqan bo'lsa va ustalarimiz mehnatlari like arziydigan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin.